Türkiye Tashqi ishlar Ministerligi Sharqi Turkiston haqidagi andishlarni Xitoyga yetkazdi. Türkiye taratqullarining xabar qilishicha, Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'li Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sharqi Turkistonda yig'ilish lagerlarining mavjudligini va assimilyatsiya siyosatlarini Xitoy hukumatining qarornomasiga asoslanib turib e'lon qilgandan keyin qonunsiz ijroatlarga bo'lgan andishlarni va Uyg'urlar haqidagi andishlarni Xitoy doiralariga kuchli bir shaklda yetkazganligini bildirgan. Onun bayonoti Türkiye'nin Sharqi Turkiston va Uyg'urlar haqidagi andishlarni eng yuqori saviyada o'tirib qo'yishi deb qaraldi. Shuning bilan bir vaqtda Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Oybek Smadyarov Xitoy qozoqlarining uylarida nazarband qilinganligi haqidagi xabarlarga qarata Xitoy tarafni har vaqt qonunlarga uyg'un, real va odil harakat qilishga chaqiramiz dedi. Xitoyning Anqarada turishliq bosh elchixonasining maslahatchisi Chen Weihua bilan elchixona siyosiy ishlar bosh kotibi Wang Fi Sharqi Turkiston davosining jamoat fikridan jaranglik sadosi bo'lgan Buyuk Birlik partiyasini ziyorat qildi. Buyuk Birlik partiyasining bosh kotibi Uzayir Tunch ziyoratga kelgan Xitoy elchixona amaldorlarining Sharqi Turkiston haqidagi so'zlardan beyaram bo'lganligiga doir shikoyatlarga qarata u yer Türklerning ona yurti Sharqi Turkistondir. Minglarcha yillik tarixi bo'lgan Türklerning ona yurtidir. Biz Türk millatchilari va alparanlar bo'lish sifatimiz bilan Türklerning zaminini Sharqi Turkiston deb ataymiz deb javob berdi. Saudiya Arabistonining 250 nafar arakanlik musulmonni Bengalga qaytarib etmoqchi bo'lganligi bildirildi. Saudiya Arabistonda yashayotgan arakanlik musulmonlarning ko'pinchisining o'ltirishlik ruxsati bo'lishiga qaramasdan, doiralar Jiddaning Sumashi markazida tutilgan arakanliklarga jinoyatchilarga o'xshash muomala qilgan. Saudiya Arabistoni 2011-yildan buyon davlatga kelgan arakanlik musulmonlarga turish ruxsati bermaydi. Taliban tashkiloti Afg'onistonning janubidagi bir harbiy bazaga bomba qachilangan avtomobil bilan hujum qildi. Afg'oniston harbiy doiralari harbiy ta'lim-tarbiya bazasida yuz bergan portlashda 126 nafar bexatarlik xodimining hayotidan ayrilganligini e'lon qildi. Rossiya va Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo davlatlarning bosh elchilari juma kuni o'rta manzilli yadro qurollari kelishimi uchun bir oraga keldi. Kengash Rossiya bilan bo'lgan siyosiy dialogni davomlashtirish uchun yig'in ochdi. Yig'in vaqti Moskva bilan muzokara olib berilgandan keyin bekitildi. Yig'inning Amerikaning Rossiyadan o'rta manzilli yadro qurollari kelishimida belgilangan mas'uliyatlarni ado qilish uchun bergan 60 kunlik muddatning to'shishiga yaqin o'tkazilishi diqqat tortdi.